So'nggi yillarda mahkumlarning tikanli ism ortidagi hayoti mazmunan boyitilib, barcha tadbirlar g'oyaga qarshi g'oya, jaholatga qarshi ma'rifat bilan kurashish tamoyillariga asoslangan. Bunga misol qilib, Ichki ishlar vazirligi huzuridagi jazoni ijro etish departamenti Markaziy tergov hibsxonasida mahkumlar uchun madaniy-ma'rifiy tadbirlar tashkil etilganini keltirishimiz mumkin. Navbatdagi lavhada aynan shu haqida batafsil so'z boradi. Yaqin yillardan buyon yurtimizdagi qamoqxonalarda jazoga tortilganlarning ma'naviyatini yuksaltirish hamda ozodlikka chiqqanda jinoyatga qayta qo'l urmasliklari uchun kasb-hunar o'rgatilib, ularning kitob mutolaa qilishiga keng e'tibor qaratilmoqda. Ichki ishlar vazirligi huzuridagi jazoni ijro etish departamenti Markaziy tergov hibsxonasida ham mahkumlarga 11 ta yo'nalishda hunar o'rgatiladi. Shuningdek, 6 ta yo'nalish bo'yicha eng yaxshi natija ko'rsatgan va hunar o'rgangan mahkumlar sertifikat bilan taqdirlandi. Tadbirda O'zbekiston ekologiya partiyasidan ham vakillar qatnashib, shu kunlarda yurtimizda olib borilayotgan ishlar haqida nutq so'zlashdi. Shu ozod bo'lganda, shu oilasini boquvchisi erkak kishi baribir boshqa yomon yo'lga kirmasligi maqsadida sertifikatlar berib, kasb o'rgatmoqdamiz. Qamoqxonadan chiqqandan keyin shu hunarni davom ettirib ketganlarni ko'rdingizmi? Bu jazoni o'tash muassasasidan chiqib, ya'ni o'sha bizning sertifikatimiz bilan yoki bo'lmasam o'zi sertifikat olmagan taqdirda ham o'sha bizga hunarmand uyushmasiga murojaat qilib, o'sha tadbirkorlik faoliyatini shug'ullanaman degan mahkumlarni bilamiz. Bugungi kunda ular mahkumlik anaqasidan chiqib faoliyat yuritayotgan hunarmand tadbirkorlar. Bular o'zlarini o'sha yo'nalishi bo'yicha faoliyatini amalga oshiryapti. Ozodlikka chiqqandan so'ng o'z hayotini yangidan boshlamoqchi bo'lganlar o'ziga asqotadigan hunarlarni egallash bilan band. Bu yerda metaldan qayta ishlash, ya'ni svarka, payvandchilik bilan shug'ullanamiz. Undan tashqari sartaroshlik, bizda bu yerda quyonchilik bor, baliq parvarishlash bor, issiqxona bor. O'zim sertifikat, bu 3-sertifikat olishim yog'och o'ymakorligi bo'yicha. Asosiy ko'chada kerak bo'ladigan hunarlar bu metaldan yasalgan buyumlar, ya'ni o'sha svarshik, payvandchilik yo'nalishi u har bitta xonadonda kerak deb bilaman bu narsani, chunki yo'q deganda bir nimangiz buzilib qoladi. O'zingiz bemalol uni payvandlab yoki bolgarkani ishlatib kesib, ishlatish qo'lingizdan kelishi kerak. Bu yerdan chiqqaningizdan keyin ham shu hunarlar bilan shug'ullanmoqchimisiz? Bu yerdan chiqqandan keyin shu yo'nalishlar bo'yicha ishim davom ettirib, tadbirkorlikni ochmoqchiman. Shu yog'och o'ymakorlik bo'yicha o'zim darslarni berib, mashg'ulotlar o'tib. Jazoni o'tash muassasalaridan chiqqandan keyin Vazirlar Mahkamasining 158-sonli qarorlariga asosan bularga o'sha eng kam ish haqini 10 barobar, 12 baravarigacha o'sha subsidiya mablag'lari ajratiladi. O'sha mablag'larni olib o'zining tadbirkorligini, ya'ni kichik biznesini yo'lga qo'yish imkoniyatlari bor. Berilgan imkoniyatlardan foydalangan mahkumlar o'z hayotini yangi bosqichda davom ettiradi. Xulosa chiqarmaganlar uchun esa manzil yana o'sha panjara ortida. Bu kun Sevinch Mardonova, Sardor Yo'ldoshev, Toshkent viloyati.